Men Husniddin Gulmirzayev, yoshim 29 da. Qoraqalpog'iston Respublikasi Taqiytosh tumanida tavallud topganman. Hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Berdoq nomidagi davlat universitetini arxitektura fakultetini tugatganman. O'zim arxitektura sohasini tugatgan bo'lsam ham, IT sohasiga qiziqqanim uchun Giza Pro kompaniyasiga asos solganman. Aslida o'zim yoshligimdan IT sohasiga qiziqqanman, o'zim o'rganganman. Men bu sohani o'rgangan paytimda hattoki YouTube kanallari bo'lmagan, YouTube platformasi bo'lmagan, faqat izlanib uyimizda bitta kompyuter bo'lardi. Haligi eski kompyuterlar bor, u Pentium 4, o'shanaqa kompyuterlardan o'zim o'rganganman. 2004-yildan boshlab, o'sha 3-sinfimdan boshlab kompyuterning oldida o'tirib ishlayman. O'zim qiziqishlarim bo'yicha o'rgandim. Lekin shu yillar atrofida meni bitta ustozim bo'lmagan. Faqat o'zim o'rganganman, qiziqishlarimning ortida uxlamaganman, qancha uyqusiz kunlarim, qancha uyqusiz tunlarim o'tgan. Endi nima uchun Giza Pro kompaniyasini tashkil qilganman? Sababi meni oldimga qo'ygan maqsadim, ichimdagi energiyam, o'zimning necha yillik tajribamni, necha yillik o'rgangan bilimlarimni birovlarga o'rgatishni maqsad qilganman. Birovlarga o'rgatib, shu soha zamonaviy kasblarni o'rgatib, o'shani Qoraqalpog'istonda rivojlantirib, chet ellarga eksport qilishni oldimga maqsad qilganman. Bitta narsa ko'p o'ylantiradi, qachongacha biz qora mehnat bilan yashaymiz? Qachongacha biz zamonaviy kasblarni o'rganmay yurishimiz kerak? Shu sabab, shunaqangi sabablar ko'p, shunaqangi o'ylar juda ham ko'p o'ylantirgani uchun o'sha kompaniyaga asos soldim. Mana kompaniyaga asos solganimga 3 yil bo'ldi. 3 yil davomida ko'p o'quvchilarga o'rgatdik, pand yeganlarimiz ham bo'ldi, pand yedik. O'zimga shogirdlarni ham tayyorladim. Dastlabki boshlagan paytimda bu g'oya aslida menda 2017-yildan beri bor. O'sha student, talaba bo'lib yurgan paytlarimda, birinchi kurs paytlarimda. Faqat lekin buning hammasi g'oya bo'lib kelgan. Amalga oshmagan, harakat yo'q. 2021-yili Istanbulga ketdim. Turkiyada 3 oy ishladim. Lekin o'sha paytning orasida ichimda shunaqangi energiya paydo bo'ldi, shunaqangi harakat paydo bo'ldi. Necha yillik maqsadimga oxiri men harakat topdim. Shu sababdan Turkiyadan qaytdim, Nukusga keldim. O'sha kompaniyamni tashkil qilish uchun kirisha boshladim. Giza Pro kompaniyasiga 2022-yili asos solganman, ammo lekin bu kompaniyaga asos solgan paytlarimda biznesimni boshlash uchun menda bir tiyin mablag' bo'lmagan. Shunaqangi qiyin vaziyatlar bo'lgan, hattoki yo'lkiraga pul topolmay qolganman. Hammasini bir o'zim boshlaganman. Mana Xudoga shukr, oradan 3 yil o'tdi, lekin hozir komandamda odamlar ko'p. Shu kungacha ko'plagan yutuqlarga erishdik. Mingdan ortiq o'quvchilarni IT sohasiga yo'naltirdik hamda qiziqtirdik. Hozir O'zbekiston bozorida ularning teng yarmi ishlab kelyapti. Hozirgi kunda bir necha yo'nalishlarda o'quvchilarni o'qitamiz, lekin asosiy rakurs IT sohasiga qaratilgan. Hamda biz IT sohasi bo'yicha buyurtmalar olib, ularni bajarib beramiz. Masalan, 1 yil oldin Yoshlar ishlari agentligiga arxitekturaviy proyekt qilib berganmiz. Bu proyekt Nukus shahriga ishlangan proyekt hamda bu proyekt uchun menga Umid Uchquni medalini taqdim qilgan. Va yana 10 ga yaqin xususiy kompaniyalar bilan ishlab kelamiz. Hozirgi kunda 1 milliarddan ziyod aylanma mablag'imiz bor hamda biz hozir katta 5 ta loyiha ustida ishlayapmiz. Mamlakatimizda IT kompaniyalarga juda zo'r biznes muhiti yaratilgan. Masalan, 3 yil oldin ijaraga joyim yo'q edi mening. Hozir mana yangi bino. Bu ham IT sohasi uchun bizlarga berilgan juda zo'r, juda katta imkoniyat. IT Park rezidenti bo'lish uchun nima undadi? Sababi biz IT Park rezidenti bo'lsak, bizga juda katta soliq imtiyozi bor. Bu bizlar uchun berilgan juda katta imkoniyat hamda juda katta yordam. IT Park bizga nima berdi? IT Park bizga yangi bino berdi, yangi sharoitlar berdi, yangi jamoa berdi, yangi mijozlar berdi. IT Park bizga biznesimizning shu darajada rivojlanishiga yordam bergan, qiyin yo'l bilan hal bo'ladigan ishlarimizni oson yo'l bilan hal bo'lishiga o'z hissasini qo'shgan. Kompaniyamiz ochilgan paytda faqat bitta xodim bor edi. U ham men. Hozir oradan 2 yil, 3 yil o'tdi, 20 ta xodim bor. O'ylab qo'ygan loyihalarimizni amalga oshirish uchun, kompaniyamiz uchun bizga arxitektorlar, dasturchilar hamda o'zimizga o'xshagan animatorlar kerak bo'ladi. O'sha animatorlarni, arxitektorlarni, dasturchilarni o'zlarimiz yaratish uchun biz o'qityapmiz. Masalan, men animatsiya yo'nalishi bo'yicha tarixiy multfilmlarni qilishni maqsad qilganman. Lekin men faqat bitta o'zim bilaman, meni yonimdagi insonlar bilmaydi. Shuning uchun menga
kimlar kerak bo'ladi? Albatta, mutaxassislar kerak bo'ladi. Biz kelajakda yanada ko'proq yoshlarni IT sohasiga o'qitishga, ularga bilim berishga harakat qilyapmiz va butun harakatimiz shunga qaratilgan. Albatta, xalqaro bozorga chiqishni rejalashtirganmiz. O'zi kompaniyani ochishdan maqsad shu. Katta loyihalarimiz bor. Bu loyihalarni amalga oshirish uchun bizga katta tajriba kerak. Biz katta tajribani oldin O'zbekistonda o'rganamiz hamda xalqaro bozorga chiqishga harakat qilamiz.